Shayxoncha mahalla fuqarolar yig'inida 3 ta kontrda Biznes rivojlantirish banki Buxoro tuman filiali asos hamkorligida bir kontr, bir mahsulot tamoyili asosida bir kontrda sabzi ekish jarayonlari amalga oshirib kelmoqda. Hozirgi vaqtda sabzimiz 15 kunlik, ya'ni 2 haftadan oshiqda, 13 jarayonida nasib bo'lsa ushbu ushbu kontrimizda 27 ta dehqon xo'jaligimiz tashkil etilgan bo'lib, konferensiya asosida mahsulot yetishtirilmoqda, ya'ni poliz ekinlari yetishtirilmoqda. Bir sotix yerdan 20 sentner atrofida hosil olinadi va bozor tamoyillari asosida savdo rastlariga chiqarilib, 1 gektar bo'lmasa 1 sotix joydan 3 million 5 million so'm, ya'ni 10 sotix joydan 3 million so'm atrofida daromad oladi har bitta dehqon xo'jaligimiz. Hozir ko'rib o'tirganimizdek sabzi unish jarayonida va shularni yagona qilish ishlari amalga oshirilmoqda.